Taganch univermagi bugun Ardahivada. Bilasizlarmi nima uchun aynan Ardahivoga keldik? Bilishni istasangizlar like bosib turinglar. Aldimiz 1-iyun sizni tabriklagan ekanman. 1-iyun bolajonlar kuni bilan tabriklayman. Aynan shu 1-iyun munosabati bilan Ardahivoga biz batut qurib beryapmiz. Bugun Ardahivoga o'rnatib berayotgan batutimizning razmeri 5-12 razmerni. Ko'rib turibsizlar, Ardahivodan odam ayrimaydi. Aynan biznesning egasi bizdan batut olgan odam ham aqlli ekan. Ardahivoga shu batutni o'rnatyapti. Odam cheklim ko'p joy o'rnatsangizlar, shunchaklim tez foydaga kirib ketasizlar. Bedamanimcha o'ynab kunida 2-3 million so'm shu batut markasidan foyda etadi klientimiz do'stlar. Sizlarga bu foyda etgani qiziqmi? Keyingi videolarda chiqaramiz. Obuna bo'lib, like bosib turing. 12/5 razmerdagi batutimizni yoyish uchun o'rtacha 2 odam yetib ortadi do'stlar. Bu batutimiz har yilga qaraganda qalin bo'lib chiqqan 0.65 mm qalinlikda quyoshga chidamli, ranglari o'chib ketmaydi do'stlar. Bizning mijozimiz Ardahivoga bu batutni o'rnatdi va bu batut o'zini pulni dim qisqa vaqt mobaynida topadi deb o'ylaymiz. Sababi bu yerda odam dim gavjum, bolajonlar ham dim ko'p ekan, qurib bergandan ichi boladan to'lib ketdi do'stlar. Bu videoni bo'lsa puli bor, lekin biznes etmaka ernadan danishizga yarib qo'ying. Shu batutdan birini o'rnatib qo'ysa, o'zini o'zi pul topib aylantirib yotaveradi.